Tayyor ishlab turgan fermaga kelganmiz. Umumiy yer maydoni 1 gektar tashkil qilyapti. O'zini binosi 4 ta binoga bo'rilgan. Ko'rsatib o'tadigan binoimiz chap qo'limizdagi ko'rib turibsizlar, uzun binomizga gideta bir 250 ta 300 ta buqani o'zining ichiga sig'dirib yuborar ekan. Lokatsiyaga keladigan bo'lsak, menimcha Krasnogorskiyni bilmaydigan odamning o'zi yo'q bo'lsa kerak. Qaranglar, Parkent tumani Krasnogorskiy shunday katta yo'lni yuzida joylashgan. Plus taraflaridan bittasini yetib ketaman sizlarga. Endi chap qo'limizda kirishimiz bilan sharoit qilib qo'yishgan ishchilar uchun ko'ryapsizlar, to'g'ridagi binomiz bemalol o'tda yashasanglar bo'ladi. Keyingi binomiz, ikkinchi binoimiz ko'rib turibsizlar, press, nima bo'lsa shuni ichiga sig'dirib yuboradigan joyi bor. Yonida esa alohida gideta bir 250 300 ta qo'yi sig'dirishga alohida o'zini binosiga ega ekan. Oxirgi binomiz borda, to'g'rimizdagi binoimiz o'tda bemalol ishchilarning sharoitlarini bemalol yashab o'sha yerda dam olib ovqatlanib o'tiradigan joylariga ega. Plus taraflardan yana bittasini aytib o'tib ketaman. Bu joyimizga gaz ham kelgan, svet ham kelgan, suv ham bor. Pastda egalarining nomerini yozib qo'yamiz. Aloqaga chiqinglar, o'zingizlar chiroyli baraka qilinglar, o'zingizlar ehtiyot qilinglar.